to'g'ri kelmaydi. Sopa to'g'ri kelmaydi. Chunki bu Yo'q. Ha, chiqmayman bu olib. O'lib qoldim lekin. Shu joyda yoqdi. O'ldiradi. To'yxona rangini nishonga yoqdi. Odam chaqchaqlab chiqarib kerak. Chiroyli rangdan odamlar masalasi shunda keyin odamni ham so'kib yuzlari ham ko'rmaydi. Shunaqadagi tashqi holatdagi ko'rinishda tepada Oqsaroy nomi ham turadi. Ko'rib turish kerak. O'sha yerdan siz keyin gapirasiz. Masalan, Otabek siz yalar bo'lgandan keyin Otabek mana shu ichkarida turadi. Bunaqa joylarni syomka qilsam, men og'ida qanaqadir gap bilan gapirib beraman, ovozim ketaveradi. Ovozim ketaveradi, ovozga video ketadi. Ovozingiz ketmaydi, o'zingizdan ko'rinadi. Shunaqa gap men ko'rishim kerak emas-da. Shuni ko'rishim kerak emas. Men o'rnimga shu ovoz chiqib turib, ovoz tagida ketib turib, odamlar men kimligimni ko'rish shart emas. Odamlar ovozim ketib, Otabekda olgan syomkalar to'yxonamda reklamalar ketish kerak. Yo'q, shunaqa tayyorlashimiz kerak-da. Ko'rinib gapirsangiz, masalan, jalolasizni kimdir eshitganmiz, ko'rmagan qaysi bola deyishim mumkin. Qanaqa qilib hozir men to'yxonada reklama jalolasizni deyishsa, hurmatli mingbuloqliklar, har doim xalqning qulayliklari uchun ter to'kib, charchamasdan mehnat qiladigan hurmatli tadbirkor akalarimiz, onajonlarimiz, opa-singillar, xullas kalom barcha mingbuloqliklarga yana bir rosa ham chiroyli yangilikni ilindim. Yaxshisi, ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Qani ketdik. Shunaqa shohona ko'rinishdagi maskanda 2-3 soatgina o'zingizni shahvo malikalardek his qilishni xohlaysizmi? Mana bu ranglar nima deyapti ranglar? O'ziga jalb qiladigan va charchaganingizda miyangizni dam oldiradigan ranglar jilosi bu hammasi Oqsaroy to'yxonasida. Bu havoni qarayman. Lekin mana ventilator zo'r shamol beradi. Qarang, katta ekan-da. Katta ventilator shamol berishda 10 ta ham emas, 20 ta ham emas, 100dan ortiq ventilator qo'yishdi. Akalarimiz qarang, shunga ham qanoatlanmasdan havo sovuq ishlab o'rnashyapti. Ana katta qarabdek havo sovuq o'zi. Adashmasam 4 dona qo'shyapti ekan, ertaga o'zi xizmatlarimiz ochilish mavzusiga tayyor bo'ladi. Demak, yozda ham muzdakgina massa qilib oramasa bo'lar ekan-da. Hammaga yoqadigan ushbu zona oqshomning shahzodasi va malikasiga tegishli bo'lgan sevgi muhabbat zonasi. Aytgancha, orqamdagi monitordagi ranglar bor-ku, qo'shiqlar bilan baravar raqsga tushamiz. To'g'ri, men hal ko'rdim. Siz aytib nima qilyapsiz? Men hali bu sabab bo'lgan bilan harakatlangan ko'rdim. Kechqurunga chiqdim, turmalarga chiqarib, men o'ylagan joylar bor. To'yxonamizni ikkinchi qavatida ham bemalol 200 dan ortiq mehmonlaringizni xotirjam sig'dira olasiz. Qisqaroq aytganda, Mingbuloq tumani Ko'tepa qishlog'ining qoq markazida qad ko'targan Oqsaroy tantanalar saroyi 20-may sanasi 18:00 da ochilish marosimiga barchangizni taklif qiladi. Bolajonlarimiz uchun esa bepul muzqaymoqlarimiz tarqatiladi. Onajonlar, diqqat bo'lmasdan bolanglarni olib kelaveringlar. Hammasi o'zimning nazoratim ostida.